Bu videomizda Gem Eco Flasher nima ish qiladi, shuni ko'rsatamiz. Video qiziq bo'lsa oxirigacha kuzatinglar. Bizda Cobalt avtoyada Scanmatic ulab olganmiz. Mana 25-30 adapter Scanmatic ulangan. Misol uchun sizlarga Cobalt keldi, o'zini fayli yaxshi, просто cheki olgan, chekini o'chirib beringlar. Или avtozapusk, cruise control shunaqa narsalar qo'shib beringlar deyapti. O'zini faylini ko'chirib olishlaring kerak. Kombiloder 45 minutda ko'chiradi, Eco Flasher где-то 1 minut atrofida ko'chiradi. Qanday ishlashini ko'rsataman mana. Birinchi o'rinda adapter tanlaymiz. Bizda Scanmatic и bizda Ebu Akdelko E83. Mana shu Ebularda hammasini поддержка qiladi, ko'rishlaring mumkin. Mana nechta Ebu bo'lsa, hisob Captiva, Malibu, Tracker, Ravon 2. Bizda E83 ni tanlaymiz. Tak mana Windows o'qidi. Mashinamizda ko'rishlaring mumkin. И connect qilib olamiz. Terminalda ham connect qilasizlar. Xuddi shunaqa connect qilasizlar. Просто bu terminali yo'q, и terminaliga sharoit yo'q ustalar uchun mana o'zi connect bo'ldi, boot rejimga kirdi. Flash ko'chirmoqchisizlar. Red flashni bosamiz. Nima deb nom qo'yishlarni so'raydi. Windows bilan ko'chirib olamiz biz. O'sha mana ketdi. Flashni chitana qilishni boshladi. Terminali bor ustalar uchun kerak emas bu narsa. Kimdadir terminal yo'q bo'lsa, o'sha ustalar uchun $50 ga bitta notebookga bitta programma установка qilib beramiz. O'sha sразу chitana qiladi mana. Ko'rishlaring mumkin. O'sha mana ko'chirib bo'ldi. 1 minutga qolmasdan ko'chiradi. Flashda yapromlik dedi 3-4 sekundda ko'chirib oladi. Bu bilan asosiy flashni ko'chirib olib, programma kalibrovkalarini o'zgartirib, kombiloder bilan kalibrovka olib qo'ysalaring, ishlari ham xavfsiz, ham tezroq bitadi. Вообще zo'r programma, plyus stoyid. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Установкаlarni qilib beramiz. Videoga like bosib, terminali yo'q, qiynalib yurgan ustalarga yuborib qo'yamiz.